Hop, Captiva probegini aniq bilmaymiz u. Burchak podushkalari yirtilib ketgan. Xudo xolasa bunda ham o'sha problema, supportlarini qilamiz. Tak, orqada razvalniy shtangasi. Kelasi ham yirtilib ketgan. Stabilizator tiyaga to'qilib ketgan, uni yengib qo'yamiz. Tak. Burchak podushka o'zimiz perezelka qo'yadiganimiz, quyma, polniy. Yumshoq bo'ladi. Shuni qo'yamiz. Shtanga vtulka JM original, zavodskoy. Stabilizator tiyaga CTR. Bu ham original qo'yib beramiz. Supportlarni xudo xolasa manjetni qilib, kolodkalari yaxshi ekan, hali yarmi bor yuradi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xizmatdamiz, aloqaga chiqaverasizlar.